Men Oqmirzayev Mardonqulman. Badiiy akademiya qoshidagi Kamoliddin Bekzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida bosh muhandis bo'lib ishlayman. Mana shu mehnat ta'tili munosabati bilan men mana shu sog'ligimni tiklash uchun rahbariyatga murojaat qildim profssoyuzga. Menga ancha butun respublika miqyosidagi barcha sanatoriyalar ro'yxatlarini berishdi. Lekin menga eng ma'qul bo'lgan mana shu Nazarbek sanatoriyasini tanladim. Tanlaganimdan adashmayman, juda ham xursandman. Bu yerda xodimlarning, vrachlar, hammalarining muomalalari juda ham menga ma'qul bo'lishdi. Muolajalari ham to'g'risini aytsam, ertadan kechgacha ulgura olmaysiz. Asosan ayniqsa bu yerdagi suvi, shifobaxsh suvi bilan mashhurligi meni qoyil qoldirdi. Mana bugun 5-kun bo'lsa ham 5-kunda menga o'zi ko'p narsalar nima bo'ldi? Ta'sir sezilib qoldi. Qushday yengilma bo'ldi. Mana shu hammalariga minnatdorchiligimni bildiraman. Tashkilot bosh rahbariyatlariga, ovqat nima desam, mana bu obed, завтрак deganda hamma ovqatlari juda ham mazali, assortimentlar juda shirok, keng nimada qilyapti. Bu menga juda ham yoqdi bu. Xuddi bir to'g'risini aytsam, to'yxonada bezab qo'yishar ekan hamma yoqda. Salomatligingizda kelinglar, men hammaga tavsiya qilaman. Keyingi yil o'zim oilamda, o'zimning umr yo'ldoshimni va ancha ishxonamdagilarning hammasini to'g'ri yo'lga tushuntiraman. O'zim